Assalamualaikum do'stlar, manglarniki mushvaqinglar xayrli bo'lsin. Bugun Amazon tor mulozamatlari darsimizningki 7-chi qismini o'rganib o'tamiz. Bugungi darsda biz elastik hisoblash buluti degan uqumni o'rganib o'tamiz. Ya'ni ingliz tilidagi Elastic Compute Cloud, ya'ni EC2 deganni o'rganib o'tamiz. Elastik hisoblash buluti degan nima degan vaqtida EC2 qisqartib EC2 bo'lsa ehtiyojga asosan xaslashtirilgan bulut mulozimatlari bilan ta'minlaydigan tor mulozimati. Ya'ni qisqartib aytganda bu hamda ma'lum kompyuter. Ya'ni biz bu ma'lum kompyuterda har qanday ishni qila olamiz. O'zimizningki tor betlarni yoki har xil applarni shunga yo'llab, shu orqali buni boshqalarga ko'rsatamiz yoki boshqa xil mulozimatlar bilan bahramlanamiz. Hamda nemishqa shu EC2'ni ishlatamiz deganda hamda EC2 ishlatishni aytdi Apple buni xalqa vaqtida yuqorilatqili, sig'imini yuqorilatqili, kichiklatgili bo'ldi. Bu elastiklik bazasini aytdi muvaffaq, bexatar, ishonchli bo'lganligi uchun biz shu EC2'ni ishlatamiz. Hamda EC2'da IMA deb bir narsa bor. Bu nim degan vaqtida bu shu EC2'ni qo'zg'atish uchun kerakli bo'lgan uchurlarni ta'minlaydi bizga. Anikin buningda shu AWS ya'ni Amazon Web Service degan Amazon tor mulozimatlarida ijro bo'lgan mashg'ulot sistemasininki har xil oldin tanishilgan kliplarni shu IMA da o'rganib o'tamiz. Hamda bu ishlatgichlarga o'xshash IMA orqali ko'p xil mashinalarni qo'zg'atish fursatini bizga ta'minlab beradi. Buning ichida hamda security groups degan yana bir uqum bor. Bu security groups ya'ni bexatarlik guruhlari degan nima degan vaqtida bexatarlik gruppasi ma'lum mudofaa tam rolini o'ynaydi. Ya'ni bir yoki bir qancha xil instance, ya'ni bu ahvol desak ham bo'ldi. Men inglizcha instance deb oldim chunki uyg'urchada udil kelgan so'zni toza topolmadim. Shunga instance deb oldim. Shu bir yoki bir qancha xil instance'ningki tor aqimini kontrol qildi. Tor aqimi bir instance'dan, ya'ni bir ahvoldan chiqqan yoki kirgan tor aqimini ko'rsatadi. U IP kelishimnomasi, port crash va manba yoki manzil adresi orqali bu misolni kapolatlantirdi. Biz hamda shu AWS'ninki dan foydalanib EC2'ni qurish mashqiga o'taylik. Avval biz AWS'ninki tor betiga kiramiz. Tor betiga kirgandan keyin bu yerdan o'zimizningki hisobotini ochamiz. Bu yerda Open Console deb chiqadi. Biz bu yerdan shu konsolga kiramiz. AWS'ninki hisobotiga kiraylik. Hozir shu Amazon tor mulozimatlarininki bosh betiga kirdik. Bosh betiga kirgandan keyin bu yerda mulozimatlardan EC2 deb izlasak chiqadi yoki bu yerdan kompyuterning ichiga kirsak hisoblashnikida EC2 deb bor. Shu EC2'ni bosaylik. Bu yerga kirganda bizga bunda bir manbalar ochildi. Bu yerda qanday manbalarninki instancelarninki bog'lig'ini bizga ko'rsatib berdi. Bizda hozir hech qanday instance ya'ni kompyuter yoki ahvol bo'lmaganligi uchun biz yangidan birini quramiz. Qurish uchun bu yerda launch instance ya'ni instance qo'zg'atish deganni bosamiz. Bunda bir ko'rinish ochildi. Bu yerda qarasanglar har xil instance ya'ni ahvol turlari bor. Bunun qaraydigan bo'lsak Amazon 2, Amazon Linux degandek, Red Hat degandek har xil nimlar bor, Windows Server. Bularning hammasi ham bir ma'lum kompyuter. Biz shuning ichidan o'zimizga loyiq, o'zimizga ehtiyojliqni qilamiz. Biz hozir haqsiz hisobotni ishlatayotganligimiz uchun bu yerdan haqsizni tanlab bizga keldigan haqsiz biz ishlatadigan haqsiz shu nimlarni kompyuter ma'lum kompyuterlarni olsak bo'ldi.
Bununda ben Ubuntu'nu işiltime hem de sizler üzerlerindeki ihtiyacı varsa sen Linux mu, Ubuntu mu yoki Microsoft mu şunu tanısanlar buldu. Ben örnek için Ubuntu'nu işiltimen, Ubuntu'nu tanıdım. Tanıgan vaqtida miyada bizga har xil tanlashlar chiqdi. Buniki qaraydigan bo'lsak, haqsizda ma'ni bizga haqsiz qilibdi. Bu CPU'si bir talkan ishki saqlag'uvchi bir bu ninki mau saqlag'uvchi EBS deydi. Buni ayrim o'rganib o'tamiz. Har xil turlari bor ekan. Hamda biz haqsizni ishlatganligimiz uchun mushuni tanlaylik. Tanlab miyadan configure instance details degan kirib nextni bosaman. Basgandan keyin bu yerda bizga har xil tanlashlar bor. Buning ichida qancha tal instance qursiz, qaysi torni ishlatasiz degandek narsalar bor. Buningdan hamda biz mushu o'z beti qolsin. O'z beti qolgandan keyin biz keyingiga o'taylik. Keyingiga o'tgan vaqtida bu yerda mushu saqlag'uchining sig'imini bekitamiz. Bu yerda bizga mushu odat o'ziniki nimasida turida default shaklda 8 GB chiqadi ekan. Biz 8 GB yoki undan oshiq qilsak bo'ldi, ammo haqsizda qaraydigan bo'lsak 30 GB'lik bizga o'rin beribdi. Hozir sınaq uchun 8 GB yetarli. Shuningga 8 GB qolsin. Keyin qatim qildik. Keyingini bosdik. Bosgandan keyin tag, bu yerga tag berdik ekanmiz. Tag bermay, agar xohlasangiz o'zingizlar berib qilsanglar bo'ldi. Keyin qadam o'tdik. Keyin qadamda security group deydi. Bu hamda bayam o'tgan bexatarlik guruhlari. Bu mushu instance'ga kiradigan, chiqadigan torni, tor eqimini bizga ko'rsatadi. Qaysi tor eqimini ruxsat bersin degandek biz mushu buyruqni command line ni ishlatganligimiz uchun, ya'ni kod yozish, buyruq yozish orqali buni ishlatamiz. Shuningga SSH qolsin. Undan keyin biz torbat ichib qolsak HTTP lazım bo'ldi. HTTP tor mulozimati. Undan keyin buningga HTTPS degan lazım bo'ladi. HTTPS ne tanladik? Mushu 22. portdan 80. portdan 423. portdan kirgan torlarga ruxsat bersin degan gap. Port degan nima deganda, port hamda bir uydagi eshiklarniki nomeri deb hisoblasak bo'ldi. Masalan, bir zalda 100 uy bo'lsa, shu 100 uyninki har bir uyniki nomeri. Ya'ni 22 nomerlik uy, 80 nomerlik uy, 443 nomerlik uy degan gap. Miyaga qaraydigan bo'lsak, bu IP adresi 00 hamma public degan gap, bu hamma tor eqimlarini qabul qilsin degan gap. Agar biz ma'lum bir tor IP'sini ishlatmoqchi bo'lsak, bu yerda tor IP'sini bersak bo'ldi. Shu IP'dan sirt boshqa IP'dagilar kirib qolsa, bu yoki bu instance'ni ishlatgili bo'lmaydi yoki buningga ochqili bo'lmaydi. Biz ikkinchi mau instance'ni ko'rib ijro qilishni bosdik. Bosgandan keyin bizga mana bir nim chiqdi, tafsiloti. Buni qildik. Qilgandan keyin bu yerda launch deganni bossak, mana bizga key pair deb bir narsa chiqadi. Bu hamda maxfiylashtirish shifrni maxfiylashtiridigan narsa. Bu cho'qim bo'lishi kerak. Buni biz yangidan asıl qilib shuni ishlatamiz. Qildik. Buningga bir tal ism berish kerak. Men buningga ismdan birini berdim. Bergandan keyin bu yerdan download qilib tushirib saqlab olay.
sal turib lozim bo'ldi. Undan keyin ijro qilishni bosdik. Ijro qilishni bosgan vaqtida mana bir ko'rinish chiqdi. Mana bu instance'ningki nomeri. Buni bosgandan keyin bizga instance hozir qurilyotidi. Bu bir qancha minut vaqt oldi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda instance'ningki tor adresi, uningki tafsilotlari bor. Hozir bu qurilsin, birdan saqlab turaylik. Qaraydigan bo'lsak, hozir bu qurilib qopti. Endi biz shuning ustida qolgan mashg'ulotlarimizni olib borsak bo'ldi. Endi buningga bağlanışningki bir qancha yo'llari bor. Endi biz buning ichida mushu buyruq yozish orqali mushu nimga instance'ga bog'lansak bo'ldi. Buning uchun avval biz Mac kompüter uchun Mac'ningki terminalni ishlatamiz. Windows kompüter uchun PuTTY deydigan boshqa bir detal bor. Shu orqali ulansak bo'ldi. Avval men Mac'nikini ko'rsatib o'taman. Avval biz ulanish uchun ulanish deganni bossak, bağlanış qarsak, bu yerda bizga o'sha qanday ulanish haqida bizga uchurlarni beribdi. Endi biz mushu bayam tushagan key pair, ya'ni ochqish payaga boramiz. Buni berish uchun bu davlantıga tushganda men cd davlantısı deb şeyga bor. Endi biz mishadan ma'vu buyruqni ko'chirib ilib command C orqali yoki control C orqali buni bosamiz. Bosgandan keyin bizga endi ma'vu buyruqni ijro qilishimiz kerak. Buni bizga tayyamiyadan bergan. Biz shuni ham kopya qilib olamiz. Ilib bosdik. Bossak, siz mushu instance'ga ulanamsiz deb deydi. Biz yes deb bosdik. Bosgandan keyin bu hozir bizningki mushu instance'ga kirdi. Men bir terminalni tozalay. Biz buningdan mushu ishlatuvchi ismiga yo'tkilamiz, boshqaruvchi adresiga. Qarsak, mana biz hozir mushu home ana Ubuntu'ningki ana beti kirdik. Biz bu yerga har xil narsalarni qurib, mesela hujjat xaltasi qura olamiz. Qaraydigan bo'lsak, yangidan bir hello deb bir hujjat xaltasi qurdik. Endi biz buningga bir torbat quraylik. Torbat qurish uchun bizga nima lozim degan vaqtida biz cho'qim buningga Apache ni qachilishimiz kerak. Endi Apache'ni qachilashdan burun biz avval mushu nimni bir update qilib o'taylik. Ubuntu'ningki bütün narsalarni update qilib o'tdik, qilaylik. Update qilish uchun men yozgan sudo apt get update deganni bosamiz. Bosgandan keyin hozir bu update bo'ldi yangilab. Endi biz buni bir tozalab o'taylik. Endi tozalab bo'lgandan keyin biz shu Apache 2 ni qachilaylik. Buni qachilash uchun sudo apt get install Apache 2 deb bosdik. Bossak, bu bizdan qachilamsa davomliq deydi. Yesni bosdik. Bosgandan keyin bizga Apache'ni qachilayotidi. Hozir bu Apache'ni qachilab bo'ldi. Biz buni ko'rish uchun bayamqi torbat adresini bosaylik. Bossak, mana Apache Ubuntu qachilib
kaçınıp boptu. Biz buningda mushu Apache'ninki hujjat qisqachaga barayli. Men bir terminalni tozalab o'tay. Berish uchun biz cd etc Apache 2 deb bassak, bu yerda bizga mush Apache'ninki hujjatlari chiqdi. Endi biz qaytib kelaylik. Qaytib keldik. Endi biz mushu torbetga bir o'zimizninki bir torbetini yazaylik. Bunun yazish uchun biz avval mushu www'ning ostidagi index.html berishimiz kerak. U yantu siziq var. Uning ichidan www'ninki ichida bu yerga bosdik, qarsak bu yerda html deb bor. Biz bu html'ninki ichiga kirsak index.html deb bor. Endi biz bu yerni tozalab o'taylik. Tozalab qarsak index.html bor ekan. Biz index.html'ni o'chirib o'tib yangidan bir o'zimizniki o'chitini quraylik. Hozir rm degan ya'ni o'chirish degan gap index.html ni bosdik. Bosgandan o'ch bo'ldi. ls list deb qarsak mana hech qanday nimamiz yo'q. Index.html yo'q. Yangidan bir hujjat quraylik. Buningga vim index.html deb qildik. Qilgandan keyin ochildi. Biz bu yerga yangidan bir hujjat kirgizaylik. Avval html tagini qo'llandik. Qo'llangandan keyin biz buningga bir xatdan birini berib, buning ichiga title'ni quramiz. Title'ga salom xalqim deb title berdik. Başlangandan keyin bu xatni taqib etaylik. Taqab bo'lgandan keyin body'dan birini ochaylik. Body qismiga biz bir tal h1 header boshliqdan birini qurib salom xalqim deb yozib uni taqdik. Taqab bo'lgandan keyin body'ni taqaylik. Body'ni taqab bo'lgandan keyin html tagini taqaylik. Hozir betdim birisini tugatdik. Endi biz saqlab chiqib qarsak index.html degan ochildi. Endi biz tor betimizga qaytadan kiraylik. Qarsak salom xalqim. Mana bizningki hozir qurgan tor betimiz hozir ochildi. Biz bugungi darsimizda mushu EC2'dan foydalanib bir tal instance qurdik. Instance'ni qurib bo'lgandan keyin bu instance'ga biz Apache'ni qachildik. Apache'ni qachilab, Apache'da biz tunji o'zimizniki tor betini qurib chiqdik. Bugungi darsimiz mishakayicha, keyingi darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.